2 kun ichida alhamdulillah mana qo'llarini bemalol harakat qilyapti, ko'taryaptilar. Qo'lingizni ishlatib ko'raylik-da. Qo'lim qising qani? Natija juda ham yaxshi. Yaxshi, rahmat. Bu qo'llar ming qallashga 2 qo'lim ishlayapti. Alhamdulillah. Bu bemorimiz birinchi bo'yin umurtqasi siljishi oqibatida bo'yinda kuchli qisilish stenoz holat bo'lgan. Bu bemor bizga kelishdan oldin qo'l oyoqda umuman harakat yo'q edi. Mana ayni damda men juda murakkab neyroxirurgik amaliyotni muvaffaqiyatli bajaryapman. Umurtqa kanali stenozi sababli atlant umurtqasining orqa qismida aniq va nazoratli dekompressiya o'tkazilyapti. Zamonaviy brendlar neyronavigatsiyasi yordamida har 1 millimetr to'liq nazoratda bo'linadi. Bu yuqori texnologiya, yuqori aniqlik va katta tajribaning natijasi. Eng muhimi, bemor xavfsizligi ta'minlandi va operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Ben kelganimda oyog'im ham qo'lim ham ishlamaydi. Shu yerga rayonlarga bordim, ofislarga bordim. Natija bo'lmagan, xuddi shu yerga keldim. Botijoga uchrashdim. Iloji bor dedi, mana bu kunda bir haftada meni oyoqdan oyoqqa turg'izdi. Mana qo'l oyog'im ishlayapti hozir. Xudoga ming qanday shukr. Qo'lim ham ishlayapti, oyog'im ham ishlayapti. Yo nasib avvalo kechgacha yurib desam kerak. Alhamdulillah. Sizga mingdan bir rahmat Dosturjon. Ömürleriniz uzak olsun. Doim ildi hizmetida yuraverin.